Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Qani o'tiring. Qani kesla. Dada, G'uncham ko'rinmaydi birga ketdimi? G'uncham Guljamalning uyiga ketgan bola. Men Guljamalning uyiga boray. Dada, hali G'uncham bilan birga qaytib kelamiz. Choy ichmoqsangiz bo'ladi bola. Bo'ldi dada, birdamgich qaytib kelamiz. Choy ichmang. Bo'ldi, rahmat. Ma'qulamsa bolam. Bo'pti, berib kelsin. Adaş, eğer Alimcan deginidek qilsa, ma'qul bo'lmoqdan boshqa amolim yo'q. Haqiqiy ahvolni deydidim. Biroq faqat pitin olmadim. Qandaqmi qilay? Agar to'ykin Alimjon buni bilib qolsa, qandaqmi qilamiz? Bo'lmasa Alimjonga malla berib deymi? Yo'q. Bu ishni eng yaxshisi Alimjonga o'zimla aytay. Alimjonni faqat oldig'im yo'q. Agar u ahvolni bilgandan keyin men uydan haydab chiqarsa, nemish to'yda qo'shilmaganimning sababini bilibmi qola? Sening bu gapingga men qo'shilolmayman. Bundaq qilsang, dad ustiga dad bo'lmamdi. Sening necha vaqtdan beri tatgan jafolaring ozmi? Ems qanday qilaman? Menga buningdan boshqa yana nima amal bor? Aslida uning bilan to'y qilmasligim kerakdi. Agar to'y qilsak, oqibatining qanday bo'lganligini o'ylashqim pitin olmayman. Alimjon yaxshi bola. U meni yoqtirdi. Lekin meni yoqtirdi debla. Uning muhabbatini depsanda qilsam qanday bo'ladi? Hozir o'ylaydiganim to'y qildikmi deyli. To'ydan keyin bu ish oshkora bo'lib bichar cho'ngana. Assalomu alaykum Guljamal. Qanaqa turyapsiz? Mamat Tursunaxon, bozorga yo'nsat qilib bormaydigansiz, bu yerda yurasiz-ku. Atigan qo'y qirqib o'ltirsam, Alimjon kelib sizni so'rdi. Keyin dadasini qishiq berib to'y taklifini deyishimni, andin mushoyning oxiri amal bor to'yni qilib etsak deydi. Men biroz hayron qoldim. Alimjondan so'ray desam chiroy boshqacha, shuni sizlarni izlab kelishim. Kechda Alimjon kelmoqchi. Bizning uygami? Yo'q. Bizning uyga kelib maslahat qilmoqchi. Alimjon to'g'ri debdi. Biz to'y to'g'risida maslahatlashib bo'lgan. Amal bor to'yni boldiroq qilib deyli. Bo'ldi, sizlar menga yeyveringlar. Biz mangayli G'uncham. Mamat Tursunaxon, siz astan mang'ashtiring. Mening Guljamalga deydigan gapim bordi. Ma'qul. Xudoga omonat. Adash, biz cho'ngroq bir ayolni tepib, mush ko'rikdan bir amal qilib o'tib olsak bo'lmamdi. G'uncham, bu gap sening og'zingdan chiqdimi? Sen meni nima ko'rib qolding? Men har qancha eski odam bo'lsam-mu, bundoq pastkash ishlarni qilmayman. To'g'ri Adash, sen meni deb shunday qilyapsan. Lekin bundoq qilsak hargismi bo'lmaydi. Bo'ldi, menga yurak. Mamat Tursunaxon saqlab qolamiz. Xafa bo'lma Adash. Menga yurak. Cho'ngana? Oy bolam. Men muboraklang. Nimaga muboraklayman? Men to'y qilsam xushal bo'lmamsiz? Xushal bo'lma bolam, xushal bo'lma. Men to'y qilgan bo'ldim. Jinim bolam. Sening og'zingdan mushundaq gapni anglaydi ekanman, Qachon elchilar kirdi ekan? U elchilar kelar haftaning ishiga bir kunda kelib qolamdi ekan. Endi sizmi xotirjam bo'ldingiz? Hanim bo'z xotirjam bo'ldim bolam. Xudoyim baxt taliyingni berar bolam. Baxtingni berar. Ish qilib Guljamalda bir maqsad bor. Bo'lmasa nima uchun to'yni rad qiladi? Hech tuqqanmidi. Alimjon, siz hech qanday o'yda bo'lmang. Guljamalda boshqacha maqsad yo'q. U faqat
anasını dep shunday qilyotidi. Bu deginingizmi to'g'ri. 70 yoshga kirgan bir onani yolg'iz qo'yishmi yaxshi ish emas. Biroq maslahat qilib onamizni elib kelsak yoki bo'lmasa bu uyni onamiz bilan birga tutsak bo'ladi emasmi? Qandoq dedim? Ha? Olimjon, bu mumkinmi? Patamxon anam ashiya turg'ul unamu. Sizlar to'y qilib Patamxon anam bilan birga o'ltasak deyapsizlar. Bu sizning yaxshi ko'nglingiz. Biroq siz to'y qilib 7 dondan araliq kelsangiz, siz ishga o'g'li bo'lib kelgan bo'lasiz. Bu yetimlar qartilgan so'z. Sizning ota-onangiz hayot tursa, ota-onangiz qo'shilamdi. Guljamal to'y qilish qo'shilgandan keyin bo'lmadimi? Alimjon, buncham to'g'ri deydi. Sen boshqa ishni o'ylama. Biz to'yga tayyorlik qilaylik, ha? Ish qilib ko'nglimga ayon. Guljamal hamini bir kuni bir nima deydi. Bo'ldi Alimjon. At G'uncham bilan berib Baratkamga, Metramga onamizni xabar qilib choyga tayyorlik qilaylik. Ha, bo'lamdi. Bo'ladi. Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Dadamlarni baldiroq to'y qilishga da'vat qilinglar. Choy ekiladigan vaqtni Guljamal o'zi bekitsin. Ha, xotirjam bo'l. Kuchimizning barcha tirishimiz. Ha? G'uncham patroq kas bo'ladi. Oy, mana G'unchammi kelib qoldi-ku. Alimjon, Keling. o'tiring Alimjon. Guljamal bilan ko'rishdingizmi? Ko'rishdim. Yana tek sizga xush xabar bak keldim. Ha? Guljamal sizni chayni akkasin deydi. Rasman. Yaxshi Bu bo'pti. haqiqatan xush xabar ekan. Men darhol berib dadamlarga xabar qilay. Sizlarni Maqla. xabar qildim. Mamamsiz. Xo'sh. Maqla. Yana kelaman. Avaylig'in. Maqla, xo'shamsa. Xo'sh. Kanı başta uzattı bana bir şeyvan dediniz kırmalda. Kanı başta uzattı bana bir şeyvan dediniz kırmalda. Can diyecek deriz büyük kurduz kırmalda. Can diyecek deriz büyük kurduz kırmalda. Deryan reis da tamaşa oynasın. Bu deryan reis süzük, burada tamaşa oynasın. Şayı göyle gün olsa, çamal çıkanda dost senden. Gulsumxon, Xo'sh. sizlarni bir ishga yordamlasharmikin deb o'yladim. Qiyna tatilmay davasizlar. Sizning ishlari o'zimizning ish emasmi? Kelinimi yetkab keldik. Ha. Bola kichik, sizlarni uningga yangi bo'lib beramikin degan. Menga ishonganlarga rahmat. Bu ishni jinim bilan qilaman deysizlar, Metramxon.
Özlerini avar qıp qoyduğan bolduq. Herkes ondaq deməsələ. Əmsə sizlərə tapşırdım. Alımcan fikam, Gülcemal singlim. Toyuңlarga mübarək bolsun. Mən ata-analarning tələbiga binoan chiqqanlarga yangi bo'lib keldim. Atdigandan beri herib ketdinglar. Endi bolduroq aram yilinglar. Xo'sh, Xudoyimga omonat. Men mangay. Xo'sh. Gülcemal, sizga nima bo'ldi? Ya yig'lamaysiz, ya kulmaysiz. Bugun degan bizning shuncha yildan beri kutgan kunimiz-ku. Gülcemal, men bilyapman. Siz Patamxon onamdan ansirab mushundoq ko'nglingizni yerim qilyapsiz. Bunimi Alımcan, bo'ldi aram olaylik. G'uncham, nimanda uxlayamaysiz? Men Gülcemaldan ansirab qoldim. Patamxon onam bilan bir net kun turib kelsam bo'g'dik. Ma'qul. Patamxon onam pekli yolg'iz qoldi. Ansirgidek biror ish bormi? Yo'q. Ansirgidek ish yo'q. Amsi uxlavering. Alımcan, ben çıkıp gittim sizge demekçi oldum. Bırak, siz bana sözleşkin fırsat vermediniz. Neçe yıllardan bu yanmış işini oylap, azaplanıp geldim. Ben öz emeliyetim arkalık bu işini ispatlamışsam. Ya, nimişka? Zaten nimişka? Ya Allah, ya Allah. Tas qıp, mən sən bu zətini enim qıp bəqli. Bu neyim için? Bu zaten neyim için? Bu Adem kılıfından çıkan işplasla zehirli kolunu neyim için bu sebri kızgı sağandı o? Bu bir çağrı kızının neçe vaktin beri toy telimden hep kıpya geldiğini ben endi düşendim o, endi düşendim. Ah Xuda! Bu kızlarını nimancı aciz yaratkan sen Xuda! Alımcan, ben sizin qanchalik azaplanayotganligingizni bilyapman. Men sizga herkes loyiq emas. Biz endi o'z yo'limizga mangaylik. Siz ne ketmekçi? Uyuyunuzga mı? Siz bu azaplarınızda ananızda uyuşurup geldiniz. Toyu boğan bir kız, etigende üzüm uyga kesse, atanı boğan adam nime dep oylap kalıdır. Eğer ananız bilip kalsa, bu faciaya berdaşlık bir elem o. Gülcemal, oldu kılın. Ben sizni yaxşı görüme. Menin sizni yaxşı görgünüm, sizin tininiz emas. Belki sizin pak kalbiniz. Bunun işinin Gülcemal. Alımcan, ben sizin azap tatip etişinizde xalamayman. Yok, ben herkes azaplanmayım.
Mening siz bilan bir yostiqqa bosh qo'yganimning o'zi mening baxtim. Guljamal, bo'ldi qiling. Men Gulsum xonachamning qishig'i chiqib bu ishni yaxshi bir taraf qilish to'g'risida. Olimjon, men u ayolga ishonmayman. Guljamal, siz ensirmang. Bu ishni loyig'ida bir taraf qilaman. Xotirjam bo'ling. Ensirmang, ha? Kim o? Men Olimjon. Ha. Oy, Olimjon ukam. Gulsum xonacha, sizni bir ishga yordam beramdiki deb kelishim. Qiyin uyga kiring. Ha. Shukr eting ukam. Ma'qul. Olimjon ukam. Ajab bu kechda kelib qopsiz-ku. Guljamalga bir ish bo'lmagandi. Yo'q, Gulsum xonacha. Ha. Demisam bo'lmadi. Guljamal bilan ikkimiz ilgari ba'zi bir bo'lmag'ir ishlarni qilib qo'yibdi ekanmiz. Shunga cho'nglarning oldidan o'tadigan chaqda sizni biz tarafda turib ikki qiz gap qo'yamdikan degan. Mushuninga bir yordam qilgan bo'lsizlar. Voy, Olimjon ukam, mushunchalik ishmatdi. Xotirjam bo'ling. Men sizlarni yer qartadigan ishni hargiz qilmayman. Gulsum xonacha, rahmat sizlarga. Ko'p rahmat. Bek yaxshi ekanlar. Men mangay. Birdan Keyin yana o'tirib kelib maqmalsiz ayrim ukam. rahmatimni aytaman. Bu nim deganingiz qarang davotgan gapingizni. O'tirib maqmay. Xo'sh, men mangay. Ma'qul ansa. Ma'qul. Assalom dada, Va alaykum assalom qizi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum Eshittiribsizlarmi? Ha, Qani o'ltirasizlar. keladi da. Qani, choyga beqinglar bola. Rahmat ona. Obdan. Choy oladi da. Ha. Qani, eling qizim, tatinmang. Ha. Sizmi o'zimizning bolasidek. Tatinmang. Tatinmadim. Qizim, bu mu o'zingizning uyiga o'xshash. Tatinib qolmang. Erkin o'tiring, ha? Olimjon. Ha? 2-3 kundan keyin Guljamal bilan ishqinglar berib Fatimxonni yo'qlab kelinglar. Ma'qul da. Ma'qul. Ma'qul. Qani, baqqash o'tiringlar bolalarim. Elinglar. Qani bolalarim, to'yga chiqinglar. Ha. Qanaq Qanda, cho'ngana? Fatimxonni obdan turamdilar. Xudoga shukri. Cho'ngana, yolg'izlik tatib qolmagansiz, a? Yo'qay bolam, necha kundan beri G'uncha men bilan birga turyotdi. Ha, G'uncham o'zi qani? Atdiganda uyga berib kelay deb ketgan. Ha. Amdilardan kelib qolamki. Sizlar o'tirib turinglar, men tomoqqa tutish qilay. Bo'ldi cho'ngana. Bo'ldi, avar bo'lmaslar. Assalomu alaykum. Oy, va alaykum assalom G'uncham, tinchlikmi? G'uncham, tinchlikmi? Obdan turamsiz. Yaxshi turdinglarmi? Yaxshi. Guljamal, qanday ahvoling? Yaxshi turgansan? Xudoga shukr. Olimjon, aduqlar chiqib qolgandi. Chiqib qoldi. Hanim bo'lsa. Bolalarim, sizlar o'tirib turinglar, men tomoq qilay. Cho'ngana, qayerdan bo'ldi bolam, bo'ldi. G'uncham, seni jiq avar qilib Voy, to'qalash. nadikini, Fatimxon onammi? Meni onam G'uncham, tursa. sizga ko'p rahmat. Sizni jiq avar qildik. Men sizlardan xo'sh bo'lay. Bu ishni hargizmi boshqalarga deb sanmasizlar. Bulubmu balaning dadisi bilib qolmasin. Agar bilib qolsa, oqibati Mitramxon,
Sizning balalarga ishchilari og'irmamdi. O'g'il bal degan tunji to'yda qiz yuz ko'miz qandaq bo'ldi. Rost gap qilsam, Olimjonga mening ishchim og'riydi-mu? Gulsumxon, bo'ldi. Bu ish mush yerda tugsin. Bo'ladi. Sizlar degan balaning onasi, sizlarning deganlarcha bo'lsin. Ish qilib, men yangilik burchimni ado qilib bo'ldim deysizlar. Voy rahmat, Gulsumxon. Oy, Az bo'lsa-mu, mavi ikki kiyimlik raqni sizlarga atab qo'ygan. Loyiqlarda bo'lmasa-mu, bu nim qilganlari Mitramxon. Biz degan uzun yillik qo'shni to'saq, sizlarmi bunda qilmaslim bo'ladi. az japa tatmala. Qani asila. Sat bo'ldi. Ma'qulansa men chiqay. Ma'qulansa, Xudoyim Xudoyimga omonat. Hamını bir günü bu işning bizni ayırıp ötüşünü ümit qılaman. Çünki men Alimjanning bir ömür azapda atışını xalamayman. Bo'ldi. Bundaq shum gap qilmasangchi. Bu mening shum gap qilganim emas. Ko'nglim tuyib turayotidu. Biz 10-20 kunmi bir uyda tura olmaymiz. Xudoyim saqla adash. Fatimxon anam bir ishni sezgandek qiladi. Mendan bir qancha qitim so'radi. Biroq men hech nima deolmadim. Agar men qaytib keladigan bo'lsam, bechara cho'ng onam men bo'lib ketdi. Bo'ldi. Ko'nglingni yarim qilma adash. Xudoyim Olimjonning ko'ngliga insof beray. Biz qizlar nimancha ajiz bo'lib yarilib qolgan bo'lg'aydik. Undaq dema adash. Bu degan almisaqdan qolgan bir qoida. Buning bo'g'inim yaxshi. Agar u bo'lmasa, biz qizlarning qanchalik izzat obro'yi bo'ladi deysan. Amaliyotda biz o'zimizning bu qoida yo'sinimizga opirin iysaq bo'ladi. Adash, sen bek aq ko'ngiljimu? Gulsumxon, nima ko'rib kelyaptilar? Qani aroq chiqsizlar? Sizlarmi bozorda yeniblar-da? Shunday bo'ldi. Barataxon. Aslida sizlarga demaydigandim. Nakasizlar, Mitramxon sizlarga kelinlar to'g'rilab ketganmidimi? Gap qilmadi-ku. Kelinimizmi obdan, balalarning onasining puti put, qo'li qo'l bo'lyapti deysizlar. Ey, boshqacha bir gap so'z deyman-di. Bu nim deganlari, ochiq demamla. Buni mendan so'ramay, uyga berib Mitramxondan so'rasizlar. Onasi. Osh, menga nim vaqiraydilar. Uyga berib ayollardan so'rasizlar. Ya Allah. Qarab turib o'zimga ish topdim. Buguncha 7 chiqmay turay. Ishimcha taxulmasin yana. Keldin odada. Harun chiqirib o'tib qashimga kel. Ma'qul. Hey, onasi! Qanisizlar? Chamsam haya kelmamsizlar? Oy, mana. Shuncha ish bo'lyapsa menga demay o'ltag'in nima xotinning. Men bo'lganda bu odam yana. Shuncha ishni menda yoshiramtinglardan. Bo'linglar chamsam haya kelinglar. Estağfurullah. Voy, nimaga vaqiraylar? Fatimxon yolg'iz tursa, agar bu ahvolni u bilib qolsa, qanday qiladi? Uning ustiga salomatligi toza yaxshi emas. Shunga bu ishlarni sizlarga demagandim. Hey, sizlar degan balaning onasi. Dada. Qani o'tira. Bu zot nemish? Bu Sen bizga undaq yaxshi, mundaq yaxshi deb maqtabli ketding. Biz sana ishondik. Endi buni qanday tushundirsa? Texi boshqalarning mentin ustiga olmoqchi bo'lsan. Senimi o'g'il bola degil olamdi. Dada, bu ishning jarayonini menmi bilmayman. Ham bilishni xohlamayman. Biroq bu Guljamalning savaligi emas-da.
Estağfurullah. Eğer sen bu işi bozuk ile yeni öğüt tutkense, bu öğütü yok al. Senin dek balam yok. Bu senin... Gülcemal, Gülcemal to'xtab turing. Gülcemal to'xtab turing deyman. Meni qo'yib etding. Sizning bu nima qilganingiz? Meni bak qo'rqitib etdingiz. Dadamning gaplarini hammani anglab qolibsiz-da. O'lmigul Gulsumxon bizning deyishgan gaplarimizni anglab qolibdi emasmi? Alimjon, endi bo'ldi qilib. Har qanday bir ota-ona o'z majburiyatini ado qilsam deydi. Endi ikkimizning birga o'tishi hargiz mumkin emas, Alimjon. Gülcemal, agar siz xohlasangiz biz boshqa yurtga ketaylik. Yo'q, hargiz mumkin emas. Chunki mening 70 yoshga kirgan bir cho'ng onam bor. Bilayotamsiz. Nima? Undaq bo'lsa men qanday qilaman? Siz o uyingizga ketasiz. Men mujdatlar bilan o'zimni qiynab o'tamdimi? Agar siz ketmasangiz, menlik ketay. Alimjon, nima deyapsiz? Sizga bu hayotlikni kim bergan? Kim sizni mushunchalik qildi? Acaba meningdek bir arzimas ayol uchun tarki dunyo bo'lib ketmoqchimi? Ota-onangizdan kechmoqchimi? Gülcemal, Hargizmi arzimaydi, Alimjon, arzimaydi. Gülcemal, emisi men qanday qilaman? Siz depakna. Qanday qiladingiz? Ota-onangiz bilan birga o'tisiz shu. Men mush azoblarim bilan mush uyda tura olamdim. Siz nima ish meni ozroq bo'lsa-mu o'ylab qo'ymaysiz? Meni o'ylama deydimsiz. Ular degan sizning ota-onangiz. Qaysi bir ota-ona o'z bolalarini o'ylamaydi? Ota-onangizning deganlarining hammasi siz uchun. Alimjon, men sizdan o'tinib qolay. Mening bu dunyoda birli cho'ng onam bor. Agar cho'ng onam bu ahvollarni bilib qolsa, azobdan o'lib ketadi. Siz ota-onaning qanchalik ulug'ligini bilamsiz. Mening sizga o'xshash ota-onam bo'lgan bo'lsa, men mushkinga qolarmidim. Alimjon. Meni unutib ketdim. Alimjon, meni unutib ketdim. Unutib ketdim. Gülcemal to'xta! Hammani qilgansizlar. Ey, mendan nima ish yo'shirdinglar? Mana endi Bo'ldi, dadisi. Ochiqlavermisizlar. Men ochiqlagan bilan o'rniga kelmaydi. Bichora o'g'limning bu ishlarga yo'liqib qolganini. to'la beshimni ag'ritmanglar. Esta. Cho'ng ona. Bolam. Bolam, nima bo'lding bolam? Bolam, nimaga yig'laysan? Cho'ng ona. Meni bundan qo'rqitma bolam. Nima bo'ldi zotligini? Olimjon kuni ko'zlaring ishib ketdi. Cho'ng ona, siz Hazaga onamning uyiga ketgan kuni. Endi men qanday qilay, cho'ng ona? Bolam, buni tegdi. Yig'lama bolam, yig'lama. Anisi, Olimjon bilan Guljamal nega ketgandi? Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Assalom o'g'lim. O'g'lim, nega ketding? Guljamal qani? Gülcemal dadamning gaplarini anglabdi. U ketdi, endi kelmaydi. Ey, sen bir o'g'il bola o. Aşı bir buzuq ayol uchun qarliq tutib ketganingni qara.
Dada, sen hadisila Gülcemal'ni hakaretleveme. Çünkü o bir ko'ngil qiz. Bu işte Gülcemal'gıma amal yok. Onun üstüge o ata-onasidan kichik yetim qolgan. Bu ishni hozirgi cho'ng onasi anglasa, salomatlik ahvoli ko'tarilmaydi. Dada, bo'ldi. Men sizlardan ikki ish to'g'risida o'tinib kirdim. Biri Gülcemal'ning bu kechirmishlarini maxfiy tutgan bo'lsanglar. Buningdan xotirjam bo'lgin. Yana biri men yurtdan ayrilib bir mezgil jahon kezib kelaymikin deyman. Bo'pti balam. Bu o'ylig'ining bo'g'idek. Lekin biraz vaqt o'tgandan keyin mansang bo'lamdi ekan. Hozircha oldirmaydi. Dada, deganlaring to'g'ri. Lekin to'y ishida o'ylamagan ishlarga duch keldim. Bu ishlarni unutish uchun mushunday qilmoqdan boshqa choram yo'q. Ko'ngling tushundim o'g'lim. Qachon mangay deysan? Atiganda. Bo'pti, qo'shilaman. Dadisi, O'g'il bola bo'lgandan keyin shahar atlab jut ko'yganning ziyni yo'q. Uning ustiga bu ishlarni unutishqimi foydasi bor. Bo'pti. Berib kel o'g'lim. Ma'qul. nega borsa o'g'lim? Azroq ishim bor ana, men chiqib kiray. Ma'qul. Dadisi, bu nim qilganlari o'g'limiz sirtqa chiqib baxmagan tursa, keyin yo'llarda bir ish bo'lib qolsa, Qaraganda o'g'limizga bu ishlar xili eg'ir ketdi. Bu ishlarni unutish uchun mushunda qilmoqdan boshqa amal yo'q. Uning ustiga o'g'limizning yog'ochchilik, kigizchilik hunarim bor. Hargiz qiyilinib qolmaydi. Sizlar o'g'limizga nayiq beringlar. Ansirab ketmanglar. Kiyimlarini tayyor qilib beringlar. ma'qul. Bichara bolam. Naladim sarson bo'lib shirasi. Oy Olimjon ukam, qani uyga kiring ha. Bo'ldi, to'la hiligarlik qilmasizlar. Men sizni xili hurmatlaydim. Lekin siz bir iflos ayol kellar. Bizga ziyonkashlik qilib nimaga erishdilar? Men bugun shuni sizga deb qo'yayki, men bu yurtdan ayrilmoqchi bo'lyapman. Agar Gülcemal'ning ishlarini boshqa bir odamga deb Gülcemal haqoratga qoladi ekan, men sizni bosh qo'yib yotmayman. Anladingmi? Xudoga shukr. Ajabmi qo'rqdim. Jinim cho'ng ona. Sizdan ansirabli bu ish to'g'riliq ig'iz etishqa. Faqatli bitinamidi. Bolam, o iflasini tanımsan. Yo'q, faqatli tanimayman. Tanimayman. Sen nima bu kegilikdi bolam. Jinim cho'ng ona. Jinim bolam. Assalomu alaykum G'uncha. Va alaykum assalom Olimjon. Keling, o'ltiring. Guljamal qani? O ketdi. Endi qaytib kelmaydi. Olimjon, bu qandaq ish? G'uncha, bo'ldi, so'ramang. Siz hammani bilasiz. Mening hozir hech qanday gap qilg'im yo'q. Men bir mezgil yurtdan ayrilib jiroqlarga ketmoqchi. Shunga Gülcemal'ning cho'ng onasidan boshqa hech qanday qo'rqitqini yo'q. Siz qarab qo'yasiz. Olimjon, zodi ketmasangiz bo'lmandi. Menga shunday qilmoqdan boshqa amal yo'q. Jahon kezib kelay. Xo'sh, ko'rishamiz. Xudoga omonat. Olimjon, Olimjon, to'xtab turing Olimjon. Men bu ishlarni Olimjon dedim. Olimjon. Tegishib ketdi. Bu chaqda İlqi Gülsümxon degan xotin darizini qishib turib hamma gaplarni anglab onamga debdi. Bichara onam dadamga demabdi. Necha kunning oldida dadam bozordan qaytishida Gülsümxonga uchrab qolibdi ekan. Gülsümxon bu ishlarni uningga deb beribdi. Shuning bilan dadam onamga xafa bo'ldi. Keyin Olimjonni chaqirib akirib
Agar yana mushu buzuq bilan uy tutgansan, sendek o'g'lim yo'q dedi. Shuning bilan qaytib keldim. 15 kun uy tutdim. Bu mening ta'lim. Sen nimaga yig'laysan o'ncha? Bo'ldi qila, yig'im men bilan kelsin. Men hech qiziqlamayman adash. Sen shunchalar azoblarni tatding. Men yordam beray desa, mening qo'limdan boshqa ish kelmaydi. Men yig'lamay qanday qilaman? El qodim qildiran chiqqan munofiq. Sanmış azoblarni sanmagan bo'lsa, sening baxtli oilang bo'lgan bo'ladi. Oldi yig'lama. Yürü. İlahim, aşı işplasının cacısını bire. Maya gerek. Ma'qul. Men tarafga ozroq tashlatma. Ma'qul. Mayaga. Tashla. Ma'qul. Tashla. Qachonki mutiga bu. Az qoldi. Aramay vasaqim bo'pti-ku. Birdan aramayli olaychi. Shunday qilsaqim bo'pti-ku. Voyja. Mamtumika. O'ltirib olding-ku. Yerib ketdingmi yo? Eliq qizni o'ylab o'tamsan. Qandaq o'ylamayman degili Vosonovka. O'zimning qilgan bu paskashlik ishim uchun jazomni yedim. Biroq bu ishim shu qizning turmushi to'salg'i bo'ldimikin deb bak ansirayman. Tazi gap qiladigansan Mamtumika. To'salg'i olmaydigan ish bo'lamdi. Kim biladi Mamtumika? Sen bu yerda ishlab yurganing bilan seningmi shu kichikkina ishing tufayli bichora qizning beshiga nima kunlar keldi? Bo'ldi. Bu ishni o'ylayapman. Keyinchi o qizni bir surishti qilib tepib, u qilganlaring uchun bir javob qaytarib qo'yasan. Bo'ldi qila. Tura. İşlayli. Tura. Haras adaş. Alımcan səpərgə mağdi. Səpərgə mağdi? Qayyaga? Mən aniq bilməyəm. O axır degimni qıpdı da. Mən Alımcanğa yüz gələnməyəm. Heç kim yüz gələnməyəm. Heç kim yüz gələnməyəm adaş. Bo'ldi, ko'nglim tushunaman adaş. Biroq Alımcanla mı təs? Alımcan bu ishlarni shuncha oson unutib ketalaydi demsan.
Gülcemal singlim, nima bo'ldingiz? Fotimxonani chaqirib kelaymi ya? Ko'nglim ilishib ketib boradi. Singlim, umuz biz ketayli. Yo'q. Man avalayli. Astamıyorum. Qaranglar, Fatimxonning nevrisining to'yi 15 kun bo'lmay qaytib kelibdi. Rash bo'ldimi nima? Bir yeri bor ichilibdi. Hey. Bir çatak çıktı mı ye? Fatimxona biz keldik. Oy bolam. Tudaxım bolam, nima bo'ldi bu balığa? Bilmedim. Çırayları sağırıp Yonduğantı ip geldim şu. Oy bolam, bana öyküreydi bana. Fatimxona hoş men Hoş ketdim. bolam, rahmet sana. Otur ola bolam. Men sana o'rin sepirey. Kela bolam, hit ola. Yat. Näring ağrıdı bolam? Bir yerim ağrımaydı ana. Putlarımda can yok, gözüm karangılışıp gitip barıdı. Ensirme bolam, herip qalğan oxşaysa. Äti berip doktorxan körünüp baqaylı. Birden uxlasan yaxşı bolup qalsa bolam, ha? Mübarek olsun aça. Nevri gördük Allah. Rahmet doktor, Ha. rahmet. Çoğ ana, doktor nimi deydi? Doğru qini. Mübarek bolsun bolam, bu keslingi doğru ketmeydi eken. Nimişqa? Boyundu baka bolam. Men bu nävir gördügan boldum. Yaxşı aram alsan, oňşulyp qalsa bolam. Giteyli ana. Maňa bolam gideyli. Gülcemal yengidimi? Oycan! Az qaldı bolam içinde. Oycan! Oycan! Olimjon, nima bo'ldingiz? Ishtim bo'lmadi. Uyqum kelmayotdi. Ko'zim yumilsila ayolim chaqirgandek bo'lib, ichim titildab ketyotdi. Siz yurtdan ayrilg'ili qanchalik bo'ldi? Bugun dal 9 oy bo'ldi. Ay Gülcemal yengede Xudayım oğuldan birini berdi. Oy xudoga shukr. Gülcemal singlim Oy bolam, sizlar kirsanlar bo'lmaydi. Men tursanxim bolam. Yig'ildi qarabash baqlanba, tez so'yinglar, ay. Yuradi Ben yardımlı şey. Canım balam, şığlama balam, bak balam. Uruq talamanı balını görüp edim. Olimjon. Qara ukam, bek ta'lab ketibsan. Qara esib qoldimi nima? Uxmadim.
Bir boğaq bala yakamdan tatib fakat aram bermeyotidi. Odam erib ketsa, mushunda qalayimqon tushlarni ko'rdi. Bo'ldi, yetib aram olayli. Hech yo'q. Qar besib qolgan o'xshaydi. Ha, Mazlum. Ko'nglingizdek gapni deyamay necha yilni o'tkazdinglar, qan demamsizlar. Endi hamma demayman. Demay necha yilni o'tkazdim. Yani o'tkazib boqay. Qancha yil o'tdi ekan. Ko'nglingni tushunaman. Meni bag'ritoshlik qildi da'vatsizlar. Qandaqda o'z balasi uchun bag'ritoshlik qildi deysizlar. Men o'g'limga bunchalik eg'ir keladi deb o'ylamoqdiman. Mana 12 yil bo'pti. Men hayot degan salimidan boshqa o'zini ko'rsatmayotdi. Unda qilmasam bo'pti ekan. Boshda chekidan xeli oshirib yetibdiman. Men endi pushaymonni oladigan qochi yo'q. Bo'ldi dadisi. Bu silning savalliklari emas. Har qandaq dada o'z balasiga kuyinadi. Agar bu ish vaqtida oshkor bo'lmagan bo'lsa, balamizni bir umr oldigan bo'lardik. Bunjamlarning gapiga qaraganda, Patamxonning ko'zli xeyli eg'ir o'xshaydi. Shu bechora ayolg'im tas bo'ldi. Berib yo'qlab qo'ysak bo'ladi. Biroq qandaq boramiz danglar. Bolam, Ha? Olimjon bolasi borlig'ini bilamdi. Cho'ng ana, o'tgan ishlarni so'ramayla qo'ying. Salomatligingizmi toza yaxshi emas. Yo'q ishlarga beshingizni qattirmang. Uning ustiga men bu ishlarni unutib ketdim. Bu nima deganing bolam? Odiljonmi cho'ng bo'lib qoldi. Seningdan so'ramagan bilan mendan bir qancha qitimlab so'rdi. Men bu nima deyishimni bilmaymi qoldim. Rost gapimni qilsam, Odiljonning tug'ilganligini Olimjon emas, hatto Odiljonning cho'ng dada, cho'ng opalarim bilmaydi. Voy, cho'ng ona, bir ayringiz og'riyotganda. Ensirma bolam. Qiyirg'anda odam shundoq saqsiz bo'lib qoladi ekan. Cho'ng ona, men sizga issiqda choy damlab beraychi, ishchi bilan. Bo'ldi bolam. Odiljon kelganda birga ichaylik. Ona men keldim. Oy, balam keldingmi? Yuqoriga o'tay balam. Cho'nglar yaxshi bo'lib qoldingmi? Xudoga shukr bolam, yaxshi bo'lib qoldi. Ton tutib qo'yay-ya. Rahmat bolam, rahmat. Bolam, chayni ichib olib darsingni tayyorla. Cho'ngona bugun ma'lum topshiriq bermay mo'qol yezib kedinglar dedi. Choy qo'ya bolam. Ma'qul. Avval qizig'ida chiying ichib ol. Ma'qul. Ichcha bolam. Darslaringni yaxshi o'qiyotgansan bolam. Cho'ngona yaxshi o'qiyaptimi? Ko'mashma pishib qoldi bolam. Issig'ida yavilib, yozlig'ining bo'lsa yezib ol. Ma'qul. Mana. Avval issiqda yeb ol balam. Ma'qul. Men bolam. Savaqdaşlar. Bugün ötüldüğün dersimizдің asaslık məzmuni savaqdaşlarının ata-analары toğrusida maqal yezish və o'qish. Bu ders sizlərning maqal yezish iqtidoringlarni o'stirish bilan birga, ya'ni sizlərning ata-analarni hurmatlash va ularni asrash qatorliq taraflarda tarbiyalash roli intayin cho'ng. Hozir o'zinglar tayyorlagan maqolanglarni o'qiysizlar. Qani qaysinglar avval o'qiysizlar?
Aqini Odiljon, siz o'qib beqing. Hürmetlik muallim, qadirlik savaqdaşlar. Özümge notunuş bolgan bu temada maqal yazışning men qanchalik tez kelganligini bilamsizlar? Yo'q, sizlar buni hargiz bilmaysizlar. Chunki sizlarning dodonglar bor. Men har qitim dodo degan bu so'zni boshqalarning og'zidan angladim. Lekin bir aqitimmi dodo deb chaqirib boqmadim. Dodoning farzandga bo'lgan mehrning qandoq bo'lganligini bilmayman. Mening bildig'im faqat uning qaysarligi, emgakchanligi, ulug'ligi. Men tushimda doim dodomni ko'raman. Biroq chiroyining qandoqligi menga o'xshamamdi, buni bilmayman. Ko'z oldimga faqat akilamayman. Shunda dodomni ko'rgan kunning atsi boqqa chiqib qong'udek yig'layman. 12 yoshga kirgan bir bola o'zining dadasining chiroyini esiga ololmasa, buningdimi ig'ir azob bo'lamdi. So'qdoshlar, sizlar dadonlar bilan birga bozorlarga borganinglarni ko'rganimda butun vujudimni g'ayriblik bosdi. Shu zaman uyga kelib onamdan dadamning ismi nima? U qandoq o'lib ketdi deb so'rag'im keldi. Biroq bu mumkinmi? Bechor onam meni deb nurg'un azoblarni tatdi. Hem dada, hem ona bo'lib meni beqib mushunchalik cho'q qildi. Men o't ilib, o't sotdim. Tezak terib etizga qo'ydim. Anam mush ishlarimni har qitim ko'rsa meni bag'riga besib, qattiq yig'laydi. Meni hozir bakmi cho'ng bo'g'im bor. Cho'ng bo'lib onamning jafolarini o'zim tatib, bechora onamning shukini yengillansam deyman. Odiljon haqiqatan aqlli polvon. Bo'libmi uning tunugini o'qigan maqolasi meni qattiq ta'sirlantirdi. Sinfdagi barliq saboqdoshlari Odiljonning bu maqolasini anglab ko'z yish qilishdi. Odiljon maqolani o'qib tugatgandan keyin sinf ichi xeyli vaqtgacha jimib ketdi. Men Odiljonning muallim bo'lish sifatida sizdan bir ishni so'ramoqchi. Sizdan so'rasam bo'ladimi? Agar siz ma'qul ko'rsangiz. Muallim. Mendan nima savol so'rashingizni bilmayman. Lekin Odiljonning dadasi hayotmi, hayot emasmi, buningga o'zimni bir narsa deyolmayman. Odiljonning dadasi buningdan 12 yil burun bu yurtni tashlab chiqib ketgan. Ba'zi ishlarni Odiljonga so'zlab berishga tilim kuydi. Shunga bo'p o'tgan ishlarning hech qaysisini Odiljonga texi demadim. Uningdan sir tutib kelyaptim. Guljamoh. Siz bilamsiz, Odiljonning tunugini o'qigan maqolasida mening dadam teg'i hayotmikin deyman. Biroq u hayot turib, nima uchun biz bilan birga o'tmaydi? Onamning dadamga qanday yomonlik qilganligini to'limi bilgim keldi degandek so'zlar bor ekan. Buningda bir masala bormi qandaq? Buningga bir nima demak tez. Ba'zi odamlar og'ziga kelganini so'zlab berdi. Ona men keldim. Ha, keldingmi balam? Cho'ng onamchi? Uxlab qoldi. Kecha-kecha yutilib, qiynalib ketdi. Ha, men kirib chiqayamsa. Bo'ldi balam, qaramagin. Cho'ng onam uyg'onib ketmasa yana yaxshiroq uxlab olsin. Kecha-kecha uxlamadi emasmi, ha? Hamsi men qo'ylarni beqib kelay. Ma'qul. Guljamal. Guljamal. Ha? Oy, cho'ng ona. Bir yeringiz og'riyotganda. Yo'q. Odiljon qani bolam. Qo'y baqili ketdi. Bo'la uni to'lab kel. Ma'qul cho'ng ona, hozirlab boray. Bo'la. Cho'ng ona. Ko'zingizni oching.
yalnız taşlap koyamsız çoğ ana. Gözünüzü için deymen çoğ ana. Gözünüzü için ha. Çoğ ana. Anam şikimiz kandak kılmış çoğ ana. Siz yalnız taşlap koyamsız. Çoğ ana. Canım çoğ ana. Siz daimla canım balam. Sen belki olsanla. Gözüm şımladı deydiniz. Benim bəxtimni köymesdinler. Bizni taşlap gidemsiz. Ben emdi rastımı qarıydım buldum o çoğ ana.